Assalomu alaykum. Bugungi video darsimda men toifa sertifikatini yuklab olishni ko'rsatib beraman. Ya'ni hamshiralar, vrachlar bemalol telefonidan yoki kompyuter orqali yuklab olishi mumkin. Ya'ni og'zaki imtihonni topshirgandan keyin 15 kundan keyin bemalol yuklab olishingiz mumkin. Bu yerda siz ikkita usul bilan yuklab olishingiz mumkin. Ya'ni MyGov.uz portali orqali yoki TipToifa SSV.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Bugungi video darsimda men MyGov.uz portalidan sertifikatni yuklab olishni ko'rsatib beraman. Mana hozir sayt ochiq turibdi. Siz telefon orqali yoki kompyuter orqali qilishingiz mumkin. Bu aytgandek, hozir men kompyuter orqali ko'rsatib beraman. Telefondan qarib bir xil. Kirish tugmasini bosamiz. One ID bilan kirishimiz kerak. Menda hozir taxlab qo'yilgan. Bosdim. Bu yerdan mening arizalarim bo'limiga o'tamiz. Mening arizalarim bo'limidan yuborilgan arizaga kiramiz va TipToifa farmatsevtikadan arizamizni topib kirishimiz kerak. Bu yerdan pastroqqa tushamiz. Qani e'tibor bering, malaka toifasi berilgan to'g'risida sertifikat bo'limini topib yuklab olish tugmasini bosamiz. Mana hozir bizda kompyuterimizga yuklandi. Mana bu sertifikatimiz. Bu hozir mani kompyuterimda yuklandi. Agar telefonda qilsangiz, telefoningizdagi загрузка bo'limida tushadi. Buni olib o'zingizni hujjatlaringizga tikib qo'yishingiz mumkin yoki kadrga berishingiz mumkin. Agar videom yoqqan bo'lsa, like bosing. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'ling.